Assalomu alaykum hurmatli treyderlar. Sizlar bilan yana Phoenix Traders Club jamoasi va men Bahrom Davlatov. Bugun juma 6-mart sanasi. Demak, sizlar bilan yana grafiklarimizni tahlilini boshlaymiz. Biroz muddat savdo g'oyalari berish to'xtab qoldi bizda. Interval uzayib ketib qoldi. O'sha sabab bozordagi vaziyat, juda ko'p unaqa kerakli vaziyatlarni ko'ra olmaganim uchun shaxsan men video tayyorlashga imkon qila olmadim. Demak, hurmatli treyderlar, davom etamiz va geosiyosiy vaziyatlar juda ham tig'iz holatda ko'rib turibmiz. Misol uchun o'sha jahonda bo'layotgan urushlar albatta bozorga ta'sir qilmay qolmaydi. Shuningdek, kripto bozorlarimizga ham bu vaziyatlar o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Demak, hurmatli treyderlar, biz kriptovalyutalarning tahlilini bugun sizlarga taqdim etamiz. Buning uchun albatta biz Bitcoin kriptosini holatini albatta dastlab ko'rib olishimiz kerak bo'ladi. Vaziyat qanday va narx harakati nimani reja qilmoqda grafikdan kelib chiqqan holatda. Demak, hurmatli treyderlar, Bitcoinimiz demak vaziyat qanaqa? Xo'p, zona mavjud. Bitcoinda kunlik time frame'imizda mana zonamiz mavjud. Ushbu zona 71714, ya'ni 71714 narx nuqtasida kuchli tarixiy zonamiz bor, chunki ushbu zona bizda tasdiqlangan va e'tibor beramiz. Bitcoinning ortga qaytish ehtimoli texnik tahlil bo'yicha juda ham yuqori edi. Sabab eng oxirgi narx mana shu zonaga urilgandan keyin dальний retest holatini yuzaga keltirgandi va e'tibor bersak, doim video obzorlarda, ya'ni tahlillarda sizlarga aytadiganim, agarda narx avval urilgan zonasiga juda ham uzoqda ochilib, impuls bilan borib uriladigan bo'lsa, mana e'tibor bering, mana paranormal bar deyiladi buni. Demak, mana shunday paranormal katta bar bilan uriladigan bo'lsa, katta ehtimollar bilan orqaga qaytib oladi. Biz bilmaymiz bu qancha orqaga yana qaytadi yoki qaytmaydi bilmaymiz, lekin eng asosiy narsa, ya'ni bitta narsani tushunib oling, biz hech qachon narxni qancha yuqoriga, qancha pastga yurishini biz bilmaymiz. Biz shunchaki matematik ajdaniya orqali, ya'ni narx zonadan zonaga harakat qilishini hisobga olgan holatda o'sha narxning ehtimoliy yurish yo'nalishini aniqlashimiz mumkin xolos. Shu sababli ham o'sha take profitlarni qo'yayotgan paytimizda biz nima desam bo'ladi, nafsga berilmasdan, uzoq muddat ushlab turaman demasdan, shu grafik nima deyotgan bo'lsa, o'shanga qarab 1.2, 1.3, agar kerak bo'lsa 1.1 nisbatda take profit olgandan keyin bozordan chiqib ketishimiz kerak bo'ladi. Aks holda biz o'sha o'zimiz ushlab turgan daromadni ham bozorga qaytarib berishimizga to'g'ri kelib qoladi. Demak, e'tibor beramiz, aynan mana shunaqa paranormal impulsiv narx zonaga urilgandan keyin bir marta orqaga qaytib olamiz. Ya'ni agarda narx 10 kundan ortiq muddatdan so'ng zonani retest qilsa va mana shu retest jarayonida narx impulsiv harakatni amalga oshiradigan bo'lsa, bilib oling, narx proboyni amalga oshirgan taqdirda ham orqaga bir marta qaytib olinadi. Aynan mana shu joyda dальний retest aynan Bitcoin'dagi holatda va bu joyda ikki bardan tashkil topgan ложный пробой holati yuzaga kelganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, ayni paytda Bitcoin bizda shartoviy zonada, ya'ni mana bu 71714 zonaga nisbatan shartoviy holatdamiz va katta ehtimollar bilan narx pastga harakatni davom ettirishi mumkin. Demak, bundan kelib chiqadiki, qolgan kriptolar ham, ya'ni kriptovalyutalar ham katta ehtimol bilan pasayish tendensiyasiga ega bo'lish ehtimoli yuqori. Ya'ni qolgan kriptovalyutalardagi shartoviy signallar va ularning tasdiqlanishi bizga ishlab berish ehtimoli juda ham yuqori hisoblanadi. Ya'ni sell signalning tasdiqlanishi savdo kirishimizga asos bo'ladi. Chunki
o'sha kripto olamidagi eng yirik tangamiz bu Bitcoin ayni paytda shartoviy holatda turganligi sababli. Demak, AVUSDT bunda hozircha hech narsa ko'rmayapman. Ya'ni juda ham tushunarsiz, zonani qayerga qo'yishni bilmaysiz. Mana bu joyga zona qo'ysangiz, yana pastroqda biroz zona bor. Bu joyda zona qo'yganingiz bilan narx zonadan juda ham uzoqda. Yuqoridagi zonalar bu hali tasdiqlanmagan. Mana bunday holatda zonamiz mavjud. Keyingi qo'yadigan zona mana bu joy. Hozir narx o'rtada bo'lganligi sababli bu joyda nimadir biz tahlil berishimiz juda ham bir qiyin vaziyat. Chunki narx hali juda ham uzoqda turganligi sababli. Demak, bu ekstremum zonamiz. Demak, AVUSDT ni o'z holiga qo'yamiz, navbatdagisiga o'tamiz. Demak, ADUSDT da ham xuddi shunday vaziyat. Ya'ni zona yuqorida tasdiqlangan zonamiz bor. Buni adaptatsiya qilishimiz mumkin. Mana shu joyga qo'yadigan bo'lsak, mana bu joyda kopeyka urilgan, mana bu joyda LP, lekin narx zonamizni o'rtasida turibdi. Demak, mana bu joyda zonalar juda ham men uchun juda ham tushunarsiz. Shu sababli ham bu holatda men ADUSDT ni ham o'z holiga qo'yaman. Demak, AXBT USDT. Demak, ushbu kriptovalyutasida biz kecha sell pozitsiya bilan ishlab oldik. Ya'ni mana bu LP admin bar, ya'ni bitta bardan tashkil topgan LP. Bunda ham e'tibor bersangiz, zonamiz mavjud, tarixiy. E'tibor bering, zonani qanaqa tanlayman? Zonani shunday tanlaymanki, aynan kopeyka urilgan, juda ham ko'p urilgan nuqtani aynan zona deb belgilab olaman. Yana bir marta aytaman. Zonalar har doim ham mana bunaqa maksimum va minimumlarda bo'lavermaydi. Zonalar bu, ya'ni biz chizadigan gorizontal zonalar bu savdogarlar tomonidan, ya'ni yirik ishtirokchilar tomonidan eng ko'p savdo bitimlarini amalga oshirilgan narx bu zona hisoblanadi. Har doim ham maksimum va minimumlar zona bo'lavermaydi. Demak, bundan kelib chiqadiki, e'tibor bering, AXBT USDT valyuta parasida ham juda ham kuchli mana impulsiv harakat yuzaga kelgan. Ya'ni bu distributsion harakat deyiladi. Va distributsion harakat dynamic test, ya'ni eng oxirgi urilgan nuqtadan 10 kundan ortiq muddatda narx zonaga urilmoqda va zonadan juda ham uzoq ochilgan bar zonaga urilib, juda ham kichik stop loss bilan ishlash imkoniyatini beradigan vaziyatda mana ekan. Bizga LP hosil qilib orqaga qaytib ketmoqda. Endi biz aytganimizdek, ushbu kriptovalyutada ham shartoviy yo'nalish mavjud. O'sha, ya'ni aynan Bitcoinning narx tushish fonida boshqa kriptovalyutalar ham pasayish tendensiyasini olmoqda. Demak, ushbu narx zonasi ehtimoliy to'xtalish nuqtasi bu 0.02583 zona hisoblanadi. Bu zona aynan tasdiqlangan. Mana e'tibor bering. Aynan mana shu joyda tasdiqlangan. Narx mana shu joyga yetib kelganda to'xtashi, o'z yo'nalishini o'zgartirishi yoki buzib o'tib yana o'z yo'nalishida davom etish ehtimoli mavjud. Demak, davom etamiz. Algo USDT. Bunda ham zona mavjud, lekin narx zonadan juda ham uzoqda bo'lganligi sababli shunchaki keyingi instrumentga o'tib ketaman. Hurmatli treyderlar, grafikni tahlil qilayotgan vaqtingizda nimanidir yasashga harakat qilmang. Grafikda nima ko'rsangiz, shuni tahlil qiling. Ko'rgan tahlilingiz bo'yicha qanaqadir ssenariy, ya'ni savdo g'oyasini shakllantirishga harakat qiling. Agar siz grafikda ko'rib turgan vaziyatingiz bo'yicha hech narsa, hech qanaqa savdo g'oyasini shakllantira olmayapsizmi? Demak, u grafik shunchaki o'tkazib yuboring. Nimanidir yasashga harakat qilmang. Demak, aynan mana shu APT USDT da ham e'tibor bering. Biz zonamiz belgilab olganmiz. Mana, ya'ni bu zonamiz mana bu yirik impulsiv bar. Demak, bu zerkalniy zonani hosil qilgan. Mana pastdagi barning maksimumi bilan yana kopeyka urilishi, LP, yana kopeyka, LP hosil qilmoqda. Demak, bunda ham
o'sha narx aynan mana shu joyda nakapleniya hosil qilmoqda, lekin juda ham kuchli pastga yo'nalish olish ehtimoli juda ham past va zona juda ham kuchli raspil holatiga tushib qolgan. E'tibor bersangiz, mana 1 soatlik va 4 soatlik time frame'ga e'tibor beradigan bo'lsangiz, narx range holatiga tushib qolgan aynan zona. Demak, buni biroz kuzatish kerak. Ya'ni narx chiroyli, toza harakat qilishini zonaga nisbatan kutish kerak va undan keyin nimadir harakatni amalga oshirish mumkin. Davom etamiz. Xo'sh, ARB USDT. Demak, bunda ham zonamiz mavjud. Mana zonani belgilaganmiz. Juda ham kuchli mana kasaniyalar mavjud. Aynan mana shu nuqtada va zonani belgilagan nuqtamizga nisbatan kelajakda mana juda ham kuchli LP hosil qilib, asta-sekinlik bilan yuqoriga harakatni boshlamoqda. Lekin ayni paytda bizda hech narsa mavjud emas. Lekin kelgusida juda katta ehtimollar bilan narx zonaga qaytib chiqadigan bo'lsa, aynan mana shu holat, ya'ni nakapleniya zatuhayna bilan asta-sekinlik bilan tepaga qaytib chiqadigan bo'lsa, yuqoriga buzib o'tib, mana bu 0.1255 zonaga harakatni amalga oshirish ehtimoli mavjud. ARB USDT kriptovalyutasi. Demak, davom etamiz. Mana bu joyda ham Aster USDT. Aster USDTda ham kechagi holat bo'yicha, ya'ni kechagi holatdagi narxning yuqoriga impulsiv harakati bo'yicha shartli pozitsiya kutgandik va aynan o'sha shartli pozitsiya juda ham idealniy LP, ya'ni ложный пробой hosil qilib, mana narx zonadan juda ham uzoqda ochilgan dальний retest va e'tibor bering, 4 soatlik time frame'da ham kuchli impuls bilan harakat qilgan, 1 soatlik time frame'da ham barlarga e'tibor bersangiz, asta-sekinlik bilan narx chiqib ketmagan. Ya'ni bu joyda impulsiv harakatni amalga oshirgan narx. Ya'ni agarda narx u lokal time frame bo'ladimi, global time frame bo'ladimi, yirik barlar bilan kuchli impuls bilan zonaga chiqib oladigan bo'lsa, to'g'ri, zonaning tepasida biroz qolishi mumkin, lekin baribir orqaga qaytish ehtimoli yuqori bo'ladi. Qancha muddatga qaytadi, yana qaytarib aytaman, bilmayman. Yoki yuqoriga chiqib buzib o'tishi bilan sirrazi orqaga kuchli impulsiv harakatni amalga oshirish ehtimoli mavjud. Shu xulosadan kelib chiqib e'tibor beramiz. Mana 1 soatlik time frame'da ham mana narx nakapleniya hosil qilib, biroz muddat o'tgandan keyin yuqoriga kuchli impulsiv harakatni amalga oshirgan va bor kuchi bilan zonani buzib o'tishga harakat qilgan. E'tibor bering. Eng oxirgi ложный пробойdan keyin narx kuchli orqaga qaytishni amalga oshirgan va hali ham bu pasayish davom etmoqda. Demak, bu bitta bardan tashkil topgan LP ni hosil qilgan va haqiqatda ham ushbu savdo g'oyasi ishlab berganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, Atom USDTda zonamiz bor. Demak, bu narx urilyapti, lekin yuqoriga harakat kuchli emas, yuqoriga bo'lgan harakat kuchli bosim bilan yana pastga qaytmoqda. Bunaqa nakapleniya holatida juda katta ehtimollar bilan agar narx 1.764 zonadan pastga buzib o'tib oladigan bo'lsa, birinchi mana zapas xodga kelish ehtimoli mavjud. Agar bundan ham o'tadigan bo'lsa, eng quyi nuqtadagi ekstremum, mana bu paranormal bardan tashkil topgan ekstremum zonamizga kelish ehtimoli bor. Lekin ayni paytda biz sabr qilib kutamiz. Eng yaqin savdo g'oyasi, ya'ni eng yaqin kelajakda nima bo'lishi mumkin, sen nima kutyapsan degan savolga javob shunaqa bo'ladiki, agarda narx 1.764 zonadan pastga buzib o'tish ehtimoli mavjud, agar narx mana shu zonadan pastga buzib o'tadigan bo'lsa, shartli pozitsiya bilan agar zapas xod yuzaga mavjud bo'ladigan bo'lsa, 1.649 zonagacha ishlashga harakat qilib ko'raman. Demak, 4 soatlik time frame'dan e'tibor beradigan bo'lsangiz, yaxshigina mana bu joyda nakapleniya holati yuzaga kelmoqda. Asta-sekinlik bilan zatuhayna yuqoridan kelgan impuls yo'qolib bormoqda va juda kuchli pastga intilish bor. Atom USDT valyuta parasi. Buni ham kuzatsa arziydi. Hop, keyingisi bu AVAX USDT. AVAX USDTda ham juda ham kuchli podjatiya mavjud. E'tibor bering, juda ham kuchli podjatiya mavjud bu joyda. Lekin mana juda ham kuchli podjatiya mavjud. Agarda narx mana shu joyda
pastga buzib o'tib ketib qoladigan bo'lsa, mana o'zi odatiy trend chizig'imiz pastga buzib o'tib ketib qoladigan bo'lsa, ketib qolish ehtimoli bor. Lekin juda ham uzoq muddatli pastga tushish yuzaga kelmasligi mumkin. Chunki e'tibor bersangiz, narx pastdan juda ham kuchli bosim bilan yuqoriga olib chiqib ketilmoqda-da. Bu biroz pastga yurib, juda ham kuchli pasayish bo'lmaydi, lekin katta ehtimollar bilan asta-sekin yana narx yuqoriga va keyingi zonamizga davom etish ehtimoli mavjud mana bunday holatda. Yana ko'ramiz, buni kuzatish kerak albatta. Savdo g'oyasi bundan nima kutaman? Juda katta ehtimollar bilan biroz pasayish yuzaga kelgandan so'ng yana narx ortga qaytadi va yuqoriga probойni amalga oshirib, langovi holatda savdoni amalga oshirishga bizga imkoniyat berishi mumkin. Demak, bu AVAX USDT valyuta parasi edi. Zona juda ham kuchli. Ko'ramiz nima holat yuzaga keladi. Adaptatsiya qiladigan bo'lsak zonani, demak mana shu holatda ham qo'yishimiz mumkin. Ya'ni zonadan yuqoridagi vaziyatni yana ham tozaroq ko'rishimiz uchun mana shu holatga olib qo'yaylik. Ya'ni e'tibor bersangiz, mana bu joyda ham kopeyka urilish mavjud. Mana 4 soatlik time frame'ni ko'rishingiz mumkin. Mana bu joyda. Chunki bu hurmatli treyderlar, zonaga narx bunaqa urilishi tasodif emas va mana bunday paranormal bar, ya'ni yirik ishtirokchilar yuzaga keltirgan mana bunday yirik barlar bunday zonalarga kopeyka urilishi bu tasodif emas. Demak, hurmatli treyderlar, AVAX USDT valyuta parasi mana shunday holatda. Demak, bu joyda ko'ramiz Binance Cash. Adashmasam, bunda ham zerkalniy zona mavjud. Zerkalniy zona juda ham uzoq muddatli narx harakati bilan yuzaga kelavermaydi. Mana e'tibor bersak, zerkalniy zona mana bu joyda, mana shu ikkita bar zerkalniy zonani yuzaga keltirganini ko'rishimiz mumkin. Va aynan mana shu nuqtada juda ham kuchli impuls bilan yuqoriga yurgan, lekin impulsdan keyin narx asta-sekinlik, ya'ni podjatiya bilan pastga qarab yurmoqda. E'tibor bering 1 soatlik time frame'ga va 4 soatlik time frame'ga e'tibor bering. Lekin aynan mana bu joyda zona zaраженность, ya'ni zararlangan zona mavjud. Bunaqa holatlarda narx katta ehtimollar bilan zonadan pastga o'tgandan keyin biroz yurib, yana orqaga qaytish amalga oshirishadi. Juda ham katta ehtimollar bilan. Ya'ni to'g'ri pastga probой, mana bu podjatiya holati pastga probой holatini yuzaga keltirish ehtimoli bor, lekin juda ham uzoq muddatli harakat yuzaga kelmaydi. Chunki mana bu joydagi zararlangan zona holati mavjud. Agar mana shunaqa holat 2 hafta yoki 3 hafta oldin yuzaga kelgan bo'lsa, ya'ni uzoq tarixda yuzaga kelgan bo'lsa, muammo yo'q. Uzoq muddatli pasayish ushlashimiz mumkin. Lekin mana bunaqa vaziyatda biz juda ham kuchli pasayishni ushlab tura olmaymiz. Bu katta ehtimollar bilan agarda поглощение bar yuzaga keladigan bo'lsa, yuqoriga o'zi zonani buzib o'tmasdan ham harakatni amalga oshirishi mumkin. Juda katta ehtimol bilan. Demak, bunday holatda biz ushbu tokenni kuzatamiz. Sell pozitsiya bilan ishlashga tavsiya bermayman. Buni shunchaki kuzatish kerak. Demak, BNB USDTda ham juda ham tushunarsiz holatda zona belgilashga hech qanaqa bir vaziyat ko'rmagandim. Shu sababli ham o'z holiga qo'ydim. To'g'ri, minimum holatda mana bu joyda zonamiz bor. Lekin men bu kriptovalyutada biror bir savdo g'oyasini ko'rmadim. Davom etamiz. Demak, Bitcoinga to'xtalib o'tdik. Buni o'tkazamiz. Demak, CRV buni o'tkazib olamiz. Bunda ham aytarli bir savdo g'oyam shaxsan menda mavjud emas. Zonani mana belgilab ko'ramiz. Demak, bunda ham zona mana shu joyda juda ham kuchli zona bor. 0,264. E'tibor bering. LP kopeyka urilish, yana va narx e'tibor bersangiz bunda ham podjatiya bilan
yuqoriga harakatni amalga oshirmoqda. Qarang, har qanday pasayishga bo'lgan harakat sotib oluvchilar tomonidan narx pasayish jarayonida yana qaytadan yuqoriga narxni o'sishiga olib kelmoqda. Demak, bu joyda sotib olish davom etmoqda hali ham. Juda ham kuchli podjatiya bor va narx har gal zonaga urilganda juda ham uzoq pastga tushib keta olmayapti. Ya'ni pastda holat nazoratda ushlab turilmoqda. Juda katta ehtimol bilan bu ham asta-sekinlik bilan затухание, podjatiya bilan yoki nakapleniya holati bilan yuqoriga buzib ketish ehtimoli mavjud. Demak, CRV USDT'da shartli pozitsiyaga savdo qilmaslikni tavsiya beraman ayni paytda. Yana ko'ramiz vaziyat qanaqa bo'ladi. Navbatdagisi Doge USDT. Doge USDT'da ham zona mavjud 0.0883, lekin narx zonadan juda ham uzoqda va o'rtada turganligi sababli bunga ham hech narsa yo'q, savdo g'oya yo'q. Davom etamiz. DOT USDT. DOT USDT juda ham ajoyib holat. E'tibor beramiz. Ложный пробой, lekin yuqoriga откат mavjud emas. 4 soatlik time frame ga e'tibor beradigan bo'lsak, mana shu joyda juda ham kuchli nakapleniya yuzaga kelmoqda, juda ham kuchli. Agarda narx zonadan pastga buzib o'tib keta oladigan bo'lsa, demak 1401 zonagacha yurishimiz ehtimoli mavjud. Juda ham kuchli lokal zona shakllangan. Aynan mana shu joydan pastga yurish ehtimolimiz mavjud. Chunki yuqoriga harakat bosim ostida chiqib ketib olishni iloji bo'lmayapti. Ob'yomga ham e'tibor beradigan bo'lsak, ob'yom ham juda ham kamayib ketgan. Avvalgiga nisbatan albatta. Bunda agar narx zonadan pastga o'tadigan bo'lsa, shartli vaziyat bilan ishlab ko'rish mumkin, lekin zonani pasti juda ham toza yoki tinch emas. Qiyin vaziyat. Men ishlamagan bo'lardim bunaqa holatda. Prosta o'tkazib yuborardim. Yo bu zona bilan yoki mana bu zona bilan ishlashga harakat qilar edim. Demak, ETC USDT. Nima bunda hech narsa yo'q, o'tkazib yuboramiz. Bunda ham, Ethereumda ham hech narsa yo'q. Aynan zonamiz mana bu paranormal bar, chunki kopeyka urilgan. Ayni paytda efirdan tahlil bo'yicha hech qanaqa savdo g'oyasi yo'q. Demak, Fartcoin'da ayni paytda juda ham ko'p LP yuzaga kelgan. Zonani belgilab bemalol o'zgartirib, o'zingizga kerakli bo'lgan eng ko'p savdolar amalga oshirilgan zonani belgilashingiz mumkin. Bunda ham e'tibor bering. Aynan mana shu zonaga nisbatan 0.90 zonaga nisbatan juda ham kuchli podjatiya mavjud. E'tibor bering. Podjatiya juda ham kuchli. Bu katta ehtimol bilan yuqoriga harakatni yuzaga keltirishi mavjud. Juda ham katta ehtimol bilan mavjud. Misol yoki bu zonaga mana shunaqa harakatni yuzaga keltirish ehtimoli mavjud. Sabab e'tibor bering, mana bu joyda yuqoriga zonaga nisbatan LP bo'lgan, ana undan keyin yana pastga yurish, lekin mana shu impulsiv bardan keyin barcha shartli pozitsiyaga o'tirgan ishtirokchilarning stop losslari yuqoridaligini ko'rishimiz mumkin. Shu sababli ham narx asta-sekinlik bilan затухание bilan chiqib ketyapti-da, yuqoriga impuls juda ham kuchli bo'lishi mumkin. Chunki mana bu joydagi kuchli impulsiv pasayuvchi bardan keyin narx yana o'z yo'nalishida davom etmayapti-da. Bitta narsani bilib oling, hurmatli treyderlar. Agar zonaga urildi narx, pastga signal bo'lgandan keyin pastga impuls bo'lmasa,
Mana shu impuls endi bo'lmaydi. U agar pasayuvchi signal bergandan keyin zona oldida harakatlanib, yana yuqoriga qaytayotgan bo'lsa, katta ehtimol bilan mana bu joydagi shartoviy сделкalaringizni olib tashlang. Chunki yuqorida turgan savdo orderlarini, ya'ni o'sha sell pozitsiyani sotish orderlarini yirik ishtirokchilar olish uchun juda ham kuchli impulsiv yuqoriga harakatni amalga oshirishga tayyorgarlik ko'rilayotgan bo'ladi. U prosta mana bu joyda asta-sekinlik bilan yuqoriga harakat, mana bu joydagi sell pozitsiyaga kirgan ishtirokchilarning bozordan chiqib ketmasligiga, o'sha ishtirokchilarni mana bu joyda ushlab turish uchun amalga oshirilayotgan manipulyatsiya bo'ladi. Demak, bunda ham shunaqa pajyati. Ko'p kriptovalyutalarda pajyati langoviy holatga yaqin orada uchish ehtimolimiz mavjud. Chunki Bitcoin ham o'z pozitsiyasini mustahkamlab bormoqda. Yana qaytadan bozorda kechagi kungi holat bo'yicha adashmasam Bitcoin 71 minggacha chiqdi. Orqaga qaytishdan, откат qilishdan oldin 71 ming dollargacha chiqdi. Hozirgi Bitcoinni orqaga откат holati zadyork deyishimiz mumkin. Ya'ni zadyork bu narx o'z yo'nalishi bo'ylab ketayotgan paytda unga qarshi ochilgan savdo bitimlarini yo'ldan olib tashlash uchun bir marta yirik ishtirokchilar tomonidan manipulятsion harakat, ya'ni zadyork yuzaga keltiriladi. Ana zadyorkdan keyin orqaga qaytish juda ham kuchli va uzoq vaqt davom etishi ehtimoli mavjud. Shu sababli ham kriptovalyutalardagi ayni paytdagi pasayish tendensiyasini uzoq muddatli deb bilish xato, chunki Bitcoin o'zini pozitsiyasini asta-sekinlik bilan mustahkamlab bormoqda. Shuni ham nazarda tutib qo'yishingiz kerak. Demak, bunda ham zonamiz belgilaydigan bo'lsak, belgilab olib bemalol bu grafik chernovik. Xohlagancha chizishingiz, xohlagancha o'chirib tashlashingiz mumkin. Zonangiz belgilang. Qaysi zonada eng kuchli vaziyatlar, ya'ni sotish, sotib olish holatlari yuzaga kelgan. Bemalol belgilab oling. Demak, mayli, buni o'z holiga qo'yamiz. Juda ham tushunarsiz holat men uchun. Qolganligi bilmadim. Mana e'tibor beramiz, hurmatli treyderlar. Gras USDT valyuta parasi, ya'ni kriptovalyutasi. Bunda ham yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, e'tibor bering, kecha sell pozitsiya bilan ishlashga harakat ko'rgandik, lekin atar mavjud bo'lmaganligi sababli ishlamadik. E'tibor bering, aynan mana bu impulsiv, e'tibor bering, mana shu orqaga qaytgan, ya'ni ложный пробой hosil qilib orqaga qaytgan barga e'tibor bering. Zonadan juda ham uzoqda ochilgan va bor kuchini zonagacha harakat, mana yuqoriga пробой qilgan. Juda ko'pchilik mana shu joyda zasajeni, ya'ni buy, langoviy сделка kirganlarni stop losslarni orqaga qaytib mana olib ketmoqda. Lekin juda ham kuchli tushish to'g'ri yuzaga kelgan, kunlik time frame'da bu juda ham uzoq muddatlikka o'xshab tuyulmaydi, lekin aynan mana belgilangan tarixiy zonada, hurmatli treyderlar, narx o'zidan o'zi to'xtamaydi. Bitta narsani bilib oling. Agar belgilangan zonangiz asosli bo'lsa, e'tibor bering, narx aynan mana shu joyda to'xtab, mana eng oxirgi mana pakupniy bar hosil bo'lmoqda bu joyda. Ya'ni nakapleniya mavjud. Yuqoridan impulsiv harakat yuzaga keldi, lekin aynan mana shu zonada narx kopeyka to'xtatildi. Bu bekorga emasda. Va e'tibor bering, zadyork deganimda, ya'ni Bitcoin'dagi zadyork degan paytimda nimani nazarda tutdim? Zadyork bu mana bu bar zadyork. Mana bu bar zadyork. Ya'ni tasavvur qiling, narx yuqoriga tomon harakatni amalga oshirmoqda. Va juda ham ko'pchilik oddiy misol uchun mana hamma tillaga yopishib olgan, tillada o'ylaydi, tezroq boy bo'laman deb o'ylaydi, lekin bu absurd narsa bu. Ya'ni sen savdogarmisan, senga instrument umuman farqi bo'lmasligi kerak. Sen uchun eng asosiysi pulingga nisbatan savdoni amalga oshiradigan risking eng asosiy narsa bo'lishi kerak. U tilladami, boshqadami, nima bo'lishidan qat'iy nazar, pulingga nisbatan savdoni
o'sha risk darajasidan kelib chiqib savdoni amalga oshiradigan darajada bo'lishing shart va zarur. Demak, demak, mana shu sotib olish jarayoni davom etayotgan vaqtda yirik ishtirokchi tasavvur qiling, mana shu X narxdan savdoga kirdi. Savdoga kirgandan keyin yuqoriga, ya'ni qaysidir narx darajasiga, ya'ni limitli zaявka o'zi o'rnatgan, ya'ni mana bu joyda sotib olgan tovarni sotish narxi, ya'ni Y narxga olib chiqib ketish jarayonida sell pozitsiyaga kiruvchi olomon ko'payib ketadi va bu narxning harakatini sekinlashtiradi. E'tibor bering. Narx harakat jarayonida yuqoriga harakat sekinlashganda zonagacha tarix ko'ring-da. Grafik ochingda, kunlik time frame oching va e'tibor bering. Narx zonadan zonaga yurish jarayonida agar mana bu harakat sekinlashib ketadigan bo'lsa, o'z yo'nalish bo'ladi. Orqaga bitta bar paydo bo'ladi. Ya'ni harakat yo'nalishiga qarshi bar paydo bo'ladi. Va kunlik time frame haqida gapiryapman. Va mana shu bardan keyin reski o'sha kungi bar tugagandan keyin reski orqaga kuchli impulsiv bar yuzaga keladi. Aynan mana shu holatda yirik ishtirokchi o'z maqsadiga erishish uchun kichik ishtirokchilarni ko'z o'ngida sotish pozitsiyalarini ochishni boshladi. Ya'ni narx orqaga qaytishni boshladi, hamma sellga kirsin deganday signal beradi. Va barcha mana bu joydagi sell ochgan ishtirokchilar mana bu joyda yana massiviy o'zlarini bor mablag'lari bilan, ya'ni marjalarini yirik qismi bilan savdoga kirishga boshlashadi va o'z-o'zidan stop losslar mana bu joyga qo'yilishi boshlanadi. Va yirik ishtirokchi mana bu joydagi ya'ni sotib olgan tovarini sotmoqchi bo'lgan narxiga yetib borish uchun qarshilik qilayotgan qaysidir ma'noda ishtirokchilarni mana bu joydagi yirik stop losslari bilan, ya'ni sotish orderlarini olgan holatda ularni o'z oldidan olib tashlaydi. Va narx yana o'z yo'nalishi bo'ylab kuchli impuls bilan harakat qiladi va qaysidir zonaga yetib borganda yirik ishtirokchi mana bu joyda sotib olgan katta ob'yomdagi tovarini sotib yuborishini evaziga narx o'sha zonadan kuchli impuls bilan yana orqaga qaytishni boshladi. Mana xuddi o'sha holat. Hurmatli treyderlar, hech qachon misol uchun ustozingiz tushuntirgan narsani yoki YouTube'da ko'rgan narsangizni tushunmasdan yodlab olmang. Ya'ni zonani mana shu maksimumga chizish kerak ekan yoki mana bu minimumga chizish kerak ekan yoki narx zonadan zonaga yurish kerak ekan. Yo'q. Tradingda siz bunaqa yodlab olgan holatda daromad qila olmaysiz. Siz zonalarni chizganingizda, o'sha klassika bo'yicha ishlaganingizda, o'sha trend chizig'ini chizganingizda nima uchun buzib o'tyapti? Aslini olganda, hurmatli treyderlar, to'g'ri, bu gapim sal g'alatiroq tuyulishi mumkin, lekin narx harakatini tushunayotgan treyder o'zining zonasi buzib o'tilish ehtimoli bor yoki yo'qligini 70, 75, 80% holatda avvaldan bilib bo'ladi o'zi. Sabab nimaga? Chunki u narx harakat jarayonida shakllanayotgan o'sha yapon shamlari yoki barlardan o'sha yirik ishtirokchilar qanaqa savdolarni amalga oshirayotganini, bozorga o'sha yirik ishtirokchi kirib kelganini, katta ob'yom kirib kelganini yoki chiqib ketganini o'zi ko'rib turadi grafikda. To'g'ri, biz kechroq ko'ramiz baribir. Asosiy bozorga nisbatan biz grafik orqali ishlaganimiz uchun to'g'ri biz biroz kech qolishimiz mumkin, lekin
Hurmatli treyderlar, agar siz savdo qilish jarayoningizda grafik bilan bevosita muloqotni o'rnata olsangiz, ya'ni mohiyatini tushuna olsangiz, sizni zonangiz buzib o'tiladimi yoki yo'qmi? U orqaga qaytadimi yoki yana yo'nalishda proboy model bilan davom etadimi? Siz o'zi buni aniqlab olasiz. Deyarli aniqlab olasiz va unga tayyorgarlik ko'ra olasiz. Demak, hurmatli treyderlar, savdo tahlillarini yana davom ettiramiz. Demak, H-bar USDT bunda ham zonamiz mavjud. Ну, hozir nakapleniya holati, savdo g'oyasi bunda mavjud emas. Bunda ham Hype USDT bunda ham zona belgilab qo'ygan. Uni o'chirib tashlaymiz. Buni biroz sabr bilan kutamiz, chunki men uchun sal tushunarsiz holat yuzaga kelgan bu joyda. Chunki chiroyli, aniq belgilashi mumkin bo'lgan zonani ko'rmayapman. O'tkazib yuboramiz. Mana bu joyda Inju USDT, INJ USDT. Demak, bu joyda juda ham kuchli nakapleniya zatuxani yuzaga kelgan va e'tibor bering, Pajati endi pasayish tendensiyasi bo'ylab yuzaga kelgan mana Pajati. Va agarda narx mana bu zonadan pastga buzib o'tadigan bo'lsa, biz sell pozitsiya bilan mana bu zapas xod, ya'ni narxning ehtimoliy harakat qilish masofasi mana shu oralig'ida yuzaga kelishi mumkin. Demak, bu ekstremum, demak zapas xod. Bunda shu tokenimizni kuzatishimiz kerak. Katta ehtimollar bilan 2967 zonani pastga proboy qiladigan bo'lsak, shartoviy pozitsiya bilan ishlashimiz mumkin bo'ladi. Demak, savdo tahlilimiz zonadan pastga proboyni amalga oshirilishi sell pozitsiyaga sababchi bo'lishi mumkin. Zona juda ham kuchli. Mana demak, bunda Pajati bilan zatuxaniya nakapleniya mavjud, energiya mavjud. Buzib bo'lsa sellga kirishimiz mumkin. Biz bu joyda e'tibor bering, alert qo'yib qo'yamiz. Alert, ya'ni bu bizni ogohlantiradi narx zonadan pastga buzib o'tgan paytda. Albatta, buzib o'tgan paytda ham 5 minutlik time frame'imizda xuddi shunaqa zatuxaniya bo'lishi kerak. Ana undan keyin biz xotirjam kirishimiz mumkin. Impulsiv pastga buzib o'tadigan bo'lsa mumkin emas, chunki narx yana orqaga qaytib ketishi mumkin. Demak, IP USDT bunda ham zonamiz zerkalniy zona, mana bu ekstremum LP bilan tasdiqlangan zona, narx o'rtada. Bundan o'tib ketamiz. Mana bu holatda zona zarajyonniy, to'g'ri, bu joyda juda ham kuchli zonamiz zerkalniy zona. Mana bu bar bu bar ikkalasi zerkalniy, lekin mana bu joyda narx range holatiga kirib qolgan. Bunda ham biroz vaziyat kutish kerak. No, lekin Pajati mavjud, pasayuvchi tendensiya bo'ylab. Lekin toza emas, juda ham qiyin savdoga kirish nuqtasi bo'ladi. Bunaqa holatlarda men ishlamayman odatda. O'tib ketamiz. Demak, ayni paytda JUP USDT ajoyib holat. Ushbu holat ko'rib chiqamiz. Sell pozitsiyaga kirishga imkoniyat bo'lgan, lekin biz o'tkazib yubordik. Aynan mana shu bardan keyin savdo kirib, stop loss mana bu joyga o'rnatilishi kerak edi. Biz ayni paytda savdo g'oyani o'tkazib yubordik. E'tibor bering, zonamiz mana bu joy tasdiqlanmoqda. LP kopeyka urilgan mana zerkalniy hosil qilmoqda mana bu joyda. Bu bar va mana bu bar ikkalasi zerkalniy. E'tibor bering, LP, undan keyin buzib o'tyapmiz, impulsiv harakat. Lekin buzib o'tgandan keyin e'tibor bering, barning pastga bosim, ya'ni yopilish nuqtasi maksimumidan juda ham pastga tushib ketib qolgan. Demak, bu joyda sotuv bosimi kuchaydi va undan keyin narx yuqoriga yana asta-sekinlik bilan harakat qilmayapti-da, reski orqaga pasayuvchi bar bilan orqaga qaytmoqda va e'tibor bering, bar zonaga juda ham yaqin yopilgan va mana bu bar, e'tibor bering, mana bu joyda ham juda ham kuchli ajoyib zatuxaniya va nakapleniya yuzaga kelgan va eng oxirgi e'tibor bering,
narx zonani buzib o'tishdan oldin mana bu barlar zonaga juda ham kuchli накопление, idealniy holat yuzaga keltirgan. Idealniy holat. Juda ham chiroyli probойный model. Mana impulsiv kelgan, buzib o'tgan, biz bu joyda oldanmaymiz, kirmaymiz bu joyda. Lekin mana bu joyda birinchi savdoga kirishimiz mumkin edi, stop loss qo'yardik. Bunda ham stop lossimizni olmas ekan. Kim sabrli bo'ladigan bo'lsa olmas. Olgan taqdirda ham ikkinchi перезаход mana bu joyda amalga oshirish mumkin ekan. Lekin mana bu vaziyat, ya'ni 1 soatlik time frame'dagi затухание накопление holati o'ta kuchli, chiroyli minimum stop loss bilan kirish imkoniyatini berar ekan. Demak, zapas xod, ya'ni zonagacha bo'lgan masofa yetarli. Demak, shartoviy savdo bilan ishlab olishimiz mumkin edi va bu o'sha Bitcoinning ham pasayish fonida ushbu sell signalimiz asosli deb olishimiz mumkin. Chunki eng asosiy eshelon vazifasini bajaradigan, lokomotiv vazifasini bajaradigan shu kriptovalyutadagi Bitcoin tokeni pasayishni amalga oshirmoqda hozir. Demak, ishlashimiz mumkin edi sell pozitsiya bilan ushbu joyda. Demak, bu JUP USDT valyuta parasi edi. Demak, davom etamiz. Kaito USDT juda ham yaxshi mana shu kriptovalyuta parasi, mana shu Kaito USDT, chunki juda ham yaxshi harakatlarni amalga oshiradi. Volatilность zo'r savdo signallarini beradi и juda ham chiroyli yurib berishni amalga oshiradi. E'tibor bering, zonalarimiz mavjud, lekin narx ikkala zonani o'rtasida bo'lganligi sababli bizda ayni paytda savdo g'oyasi mavjud emas. Narx qachonki bu zonaga yoki mana bu zonaga yetib kelsa, o'shanda biz nimadir g'oyani o'ylashimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi LDO USDT. Bunda ham hech narsa mavjud emas. Keyingisi Linkda ham ayni paytda pasayish tendensiyasi, yuqorida LP. Buni ham o'z holiga qo'yamiz ayni paytda. Demak, ushbu LIT USDT, ushbu valyuta parasini juda ham ko'p kuzatdim. E'tibor bering, 2 bardan tashkil topgan LP hosil bo'lgandan keyin kuchli impuls yuzaga kelgan. Bu ham shaxsan meni ishlash klubimga kiradi, ya'ni 2 bardan tashkil topgan LPdan keyin yana orqaga qaytish tendensiyasi. Bu bo'yicha biror kuni videoda tushuntirib beraman. Bunda ham hozir damp holat yuzaga kelgan, ya'ni pasayuvchi tendensiya, past oblika, xohlagancha pasayish mumkin. Qachondir orqaga qaytganda zona hosil qilganda shunda biz qanaqadir bir g'oya o'ylab ko'rishimiz mumkin. Lekin ayni paytda pastda hech qanday zona bo'lmaganligi sababli narx bemalol erkin pasayishda davom etishi mumkin. LTC USDT, bunda ham o'sha narx zonaga 2 bardan tashkil topgan LP hosil qilib pastga ketmoqda. 2 bardan tashkil topgan LP qanaqa bo'ladi? 2 bardan tashkil topgan LP, e'tibor bering, narx o'sha zonaga uzoq masofadan ochiladi va yuqorida albatta zakrepleniya bo'ladi. Ya'ni mana shu kunlik par zonadan yuqorida yopiladi va savdogarlarga signal beradi. Qara deydi, men zonadan yuqorida yopildim. Endi yuqoriga harakat davom etadi. Biz zonani buzib o'tdik deb signal beradi. Va eng qizig'i, keyingi bar aynan zonadan yuqorida ochiladi va qara deydi, barning ochilishi keyingi savdo harakati ham zonadan yuqorida ochildi. Endi yuqoriga yuramiz deb turib, biroz yuqoriga impuls yuzaga keltiradi, lekin biroz o'tgandan keyin kuchli impuls bilan narx pastga qaytib ketadi. Yuqorida buy сделка ochganlarning sotish, ya'ni buy сделкаларni sotish zaryadkalari juda ham kuchli impuls bilan pastga olib tushib ketadi. Bu 2 bardan tashkil topgan LP edi. Buni ham albatta savdo g'oyasi sifatida ishlatish mumkin. Demak, Mooded USDT, bunda ham tushunarsiz holat, range holati, ya'ni mana bu joyda raspel, ya'ni tushunarsiz holat. Buni ham o'tkazib yuboramiz. Near USDT juda ham chiroyli yurib berdi, aynan mana bu zonadan va mana bu zonadan juda ham chiroyli pasayish tendensiyasini davom ettirmoqda.
va katta ehtimollar bilan 1216 zonagacha tushish ehtimoli mavjud. Bu joyda juda ham mana e'tibor bering, yuqorida mana 4 soatlik time frame'da aynan mana bu joydagi LP'lar yuqoriga harakat yo'qligini va aynan mana shu joydagi nakoplenniy holati pastga mana bu bar bilan buzib o'tilgandan keyin pasayish tendensiyasini yuzaga keltirmoqda va asta-sekinlik bilan akkumulятsion holatda zonaga tomon harakatni amalga oshirishimiz mumkin. Bunda prosta bunda kutamiz vaziyatni. Ondo USDT hech narsa yo'q. Demak, OP USDTda ham e'tibor beramiz. Narx yuqoriga asta-sekin harakatlanish jarayonida sizlarga boya aytib o'tganim zadyod hosil bo'lgan. Yuqoriga asta-sekinlik bilan mana bu joyda zonamiz bor. Zonaga nisbatan juda ham kuchli LP, покупный bar va yuqoridagi zonamiz mana bu joyda zerkalniy hosil qilgan. Juda kuchli zona. Narx asta-sekinlik bilan yuqoriga yurish jarayonida mana bunaqa zadyod hosil bo'lgan. Lekin e'tibor bering, bu pasayish bardan keyin narx pastga yurmayapti. Aksincha, yana yuqoriga harakatni amalga oshirmoqda. Bu katta ehtimollar bilan zonani yuqoriga proboyni amalga oshirib ketishdan darak beradi. Ayni paytda savdo g'oya mavjud emas, chunki biz qachonki yo bu zonaga yoki bu zonaga yetib kelgandagina nimadir fikr bildirishimiz mumkin va qanaqadir ssenariy tuzishimiz mumkin. Ayni paytda tinchlik. Ordi USDT. Bunda ham hech narsa yo'q. Buni ham tinch qo'yamiz. Penguda ham hech narsa ko'rmayapman. Buni ham tinch qo'yamiz. PNUT USDT. Bunda zonamiz mavjud. Zona zerkalniy zona. Lekin ayni paytda qanaqadir bir savdo g'oyasi mavjud emas. Chunki narx nakoplenniy holatiga tushib qolgan. Ayni paytda savdo amalga oshiramiz. Mana Pol USDT. Ushbu vaziyatda savdoni amalga oshiramiz. Nima uchun savdoni amalga oshiramiz? Hozir 20 sekund qoldi. Mana e'tibor bering, zona juda ham kuchli. LP hosil qilmoqda va narx yuqoriga yurmayapti. Ya'ni LP, lekin narx yana pastga o'z harakati bo'ylab yurmoqda. Aynan mana shu holatda bar, mana bu pasayuvchi bar zonaga juda yaqin yopilgan. Mana bu keyingi barning ochilish, kunlik barning ochilish nuqtasi aynan zonani oldida yuzaga kelgan. Demak, savdoni amalga oshiramiz. Stop lossimiz 0.10 0.95 0.10 0.95 95 0.10 0.93. Demak, biz asosiy platformamda ham сделка ochib oldim mana. Demak, stop lossimni mana bu joyga o'rnataman va take profit'im albatta 1 ga 3 nisbatda, chunki ATR mavjud, kunlik ATR ham, texnik ATR ham mavjud. Demak, 1 ga 3 nisbatda take profit nuqtasini o'rnataman. Demak, savdoga kirdik. 100-300 mana 1 ga 3 nisbatda. Bunga nima uchun savdoga kirdim? Kuzatamiz. Savdoga kirishimdan eng katta sabab bu joyda zona albatta kuchli. Mana zona juda ham kuchli. Bir necha marta narx qaytargan, LP hosil bo'lgan. Birinchi retest LP, lekin narx LP dan keyin yana yuqoriga harakat qilmayotdi, orqaga qaytdi va barning zonaga nisbatan ochilish va yopilish nuqtalari juda ham yaqin. Bu esa energiya, juda ham kuchli energiya mavjudligini va buzib o'tish uchun hali ko'p energiya sarflanmadi. Pastga kuchli impulsiv harakatni ushlab olishimiz mumkin ekanligini ham bilishimiz mumkin. Demak, ehtimoliy zona mana bu joyda bo'ladigan bo'lsa, texnik ATR ham bizda mavjud. Demak, sell pozitsiyaga kirdim. Demak, 5 minutlik time frame'dan e'tibor beramiz. Dastlabki impulsiv harakat jarayonida savdoga kirmadim. Bu impuls, ya'ni mana bu volatilность asta-sekinlik bilan затухание bo'lishini, ya'ni
narxning mana bu joydagi impuls, orqaga qaytishga bo'lgan impuls harakati to'xtashini kutdim va mana bu joyda затухание bo'lganidan keyin, ya'ni mana bu impuls tinchlangandan keyin keyingi proboydan savdoni amalga oshirmoqdaman. Demak, bu pol USDT valyuta parasi edi. Demak, biz buni belgilab qo'yamiz. Demak, mana bu joyda savdo uchun degan papkaga joylab qo'yamiz. Demak, kuzatamiz, asosiy platformamizda ham savdoga kirib oldik. Demak, biz endi buni shunchaki kuzatishni davom etamiz. Xo'p, hurmatli treyderlar, mana onlayn tarzda savdo bitimini ham ochib oldik. Hop, keyingisi yaxshilab e'tibor beramiz. Popcat USDT. Popcat USDT da ham zona, yaxshigina kuchli zona, zerkalniy zona. Mana juda ham ko'plab savdolar aynan mana shu nuqtada amalga oshgan. E'tibor beramiz. LP yuzaga kelmoqda. Demak, bu jarayonda ham o'sha boya aytib o'tganimdek Bitcoinning tushish fonida barcha kriptovalyutalar pasayishni ko'rishimiz mumkin. Bunda ham o'sha har qanday shartli holatdagi sellga tasdiqlangan nuqtalarda savdoni amalga oshirishimiz mumkin. Va bu albatta uzoq muddatli bo'lmasligi ayni paytda maqsadga muvofiq. Demak, davom etamiz. Buni ham o'z holiga qo'yamiz. Pump USDT yaxshi kriptovalyuta, bu ham yaxshi yurishlarni amalga oshirib beradi. Demak, render USDT. Bunda ham ayni paytda zonamiz mavjud. Juda ham kuchli zona oldi nakopleniyya pajata bor, lekin ayni paytda hech qanaqa savdo g'oyasi mavjud emas. Mana keyingisi Sol USDT, Solana. Demak, bunda ham pasayuvchi tendensiya davom etmoqda. Kechagi bar 2 bardan tashkil topgan LP hosil qilib zonadan pastda yopilgan. E'tibor bering, zona pastda nakopleniyya mana juda ham kuchli retest bo'lgan, lekin yuqoriga buzib o'tish yo'q. Mana bu joyda lokal zona mavjud. Aynan mana shu lokal zona bilan ishlashimiz mumkin, lekin red dot mana lekin 5 minutlik time frame juda ham chiroyli bo'lmagani uchun savdoni amalga oshirmaganim ma'qul deb bilaman va bu o'tib ketmagan. Bunaqa holatda ishlamayman, chunki zona juda ham volatillik kuchli. Demak, STX USDT. Bunda ham hali zonalar barqaror emas demoqchi edim. Mana bu joyda zerkalniy zona bor. Bu zona, bunda ham e'tibor bering, pajata bor. Mana zonaga nisbatan pajata bor. Bunda ham katta ehtimollar bilan narx yuqoriga buzib o'tib, yuqoriga harakatni amalga oshirish ehtimoli haddan tashqari katta. Chunki urilyapti, kopeyka urildi, orqaga yurishga harakat qilyapti, lekin sotib olish davom etyapti. Yuqoriga bosim bor, pajata va barlar asta-sekinlik bilan kichrayib, zonani oldida yig'ilishni boshlamoqda. Bu esa pajata bilan yuqoriga proboy model bilan langoy сделка ochishga bizga signal bo'la oladi. Buni ham kuzatuvga olib qo'yamiz. Demak, bu langoy сделка, buni savdo uchun bo'limiga olib qo'yamiz. Keling, shunga ham alert qo'yib qo'ysak bo'ladi. Misol uchun mana alertni zonaga juda ham yaqin, mana tayyorgarlik ko'rishimiz uchun mana shu zonani oldiga yetib kelganda bizga signal beradi. Doim kuzatib o'tirishimiz kerak yo'qda. Sui bizda ayni paytda zona oldida. Unda ham bu zona zerkalniy, juda ham kuchli zona. O'rtada bunga savdo g'oyamiz mavjud emas. SUS SUSDT ekan. SUSDT, bunda ham hech narsa mavjud emas. Kuzatamiz buni ham. TAO yaxshi, mana shu ham kriptovalyuta yaxshi yurib beradi. TAO USDT. Shuni kuzatsanglar ham yaxshi harakatlarni amalga oshirib beradi. Bunda ham zona hozir mavjud emas. E'tibor bering, juda ham range va
turg'unlik holatiga tushib qolgan. Buni kuzatish kerak. Qaysi tomonga oldin harakatni amalga oshirib olish kerak. Ana undan keyin nimadir kuzatishimiz mumkin. TIA USDT. Bunda ham g'oya mavjud emas, o'tkazib yuboramiz. Ton USDT. Ton USDTda kecha biz savdoni amalga oshirganmiz LP bilan. Hozir sizlarga o'sha savdoni ko'rsatishga harakat qilaman agar bir minut. Ton USDT. Uni saqlanib qilmagan ekanmiz, uni mayli. Ton USDT mana LP bilan zonamiz kuchli, zerkalniy zona. Mana boya aytganimdaqa zonalar faqat maksimum va minimumlarda yuzaga kelavermaydi. Mana shu joyda ham zonalar mavjud. Mana zona bor bu joyda. Shuning uchun ham narx mana bu joyda qaytgan. E'tibor bering. Mana bu joyda ham zona mavjud. Sabab e'tibor bering. Bekordan bekorga kunlik time frame'dagi barlar bitta nuqtada maksimum yoki minimumlari mana bunaqa urilaverishi mumkin emas. Va aynan mana shu narx nuqtasida mana bu barimiz orqaga qaytishni amalga oshirgan. Va bu joyda men narx orqaga qaytadi deb hali narx zonaga yetib bormasdan uni prognoz qilgandim. Bu sehrgarlik yoki oldindan bashoratchilik emas. Bu shunchaki matematik ajdani. Agar siz savdo sistemangizni yaxshi tushunsangiz, narx zonangizga yetib bormasdan avval siz o'zi bilasiz narx qaysi tomonga yo'nalish oladi. Va mana Danielites bu joyda o'z kuchini ko'rsatgan, lekin e'tibor bering, bugungi bar nakapleni hosil qilgan mana ekan. Ya'ni turg'unlik holatini yuzaga keltirgan. Endi nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi, Xudo biladi. Katta ehtimollar bilan narx yuqoriga harakat qilmoqda. Sizlarga aytganimdek, narx yuqoriga harakat qilish jarayonida agar yuqoriga yurish qiyinlashib ketsa, narx bitta orqaga yuradi va kuchli impuls bilan yana o'z yo'nalishida davom etadi. Katta ehtimollar bilan shunaqa bo'lishi mumkin. Bitta pastga yurib olib turib, ana undan kuchli impuls bilan bunga kelib urilib, yana bitta orqaga qaytib yoki pastga yoki yuqoriga yana o'z yo'nalishini davom ettirish mumkin. Ayni paytda biz bu ushbu instrumentni kuzatishimiz kerak bo'ladi. Demak, Ton USDT biz bundan yetarlicha daromadimizni olib oldik. Buni o'z holiga qo'yamiz, chunki mana bu joyda bizga tushunarli formatsiya yuzaga kelishi kerak. Juda ham chiroyli holat. E'tibor bering, stopimizni olmagan. Bunda biz savdoga kirgandik. E'tibor berasizlar, mana bu joyda nakapleni mana kelib urildi, impulsiv orqaga qaytdi, yana impulsiv kelib urildi. Mana bu joyda endi asta-sekinlik bilan zatoxani hosil qilib, proboydan keyin biz sellga kirgandik. Bu hali stop loss olmadi, mana stop loss olmagan. Buni mana hozir grafikini ham mana ko'rishingiz mumkin. Mana ayni paytda realniy сделка. Mana сделка ochilgan, stop loss, mana stop loss shu ko'rsatilgan nuqtada stop loss 3228, kirish nuqtasi 3194, take profit 1:3 nisbatida 3092. Demak, ko'rishingiz mumkin, bu stop loss olmadi. Sabr qilish kerak. Albatta har bitta shu savdo bitimini amalga oshirgan paytingizda albatta sabr bilan kutishingiz kerak. Stop loss qo'ydingizmi, take profit qo'ydingizmi, endi siz u savdo bitimiga aralashmang. Aralashmang, o'z holiga qo'yib bering, u harakat qilsin. Bu grafik breakout deb nomlangan kripto prop kompaniyani grafigi. Breakout degan kripto prop kompaniya mavjud. Juda ham qulay. Ro'yxatdan o'tib bemalol prop kompaniya, ya'ni kriptovalyutada ishlaydiganlar aynan mana shu prop kompaniyadan ro'yxatdan o'tib bemalol savdo qilishingiz mumkin. Juda ham qulay, oson, bir etapli, ikki etapli challengelar mavjud. Eng qizig'i, hech qanaqa qoida yo'q.
hech qanaqa yangilik paytida ishlaysan, daromading manunchadan ko'payib ketmasligi kerak, bitta сделкаң bunaqa bo'lmasligi kerak. Umuman farqi yo'q. Hech qanaqa qoida yo'q. Prosta siz kunlik riskdan o'tib ketmasangiz, umumiy riskdan o'tib ketmasangiz bo'ldi, ishlayverasiz. Eng qizig'i realniy shot olganingizdan keyin bitta ochgan сделкаңiz daromad bo'lib qolsa, сразу yechib olishingiz mumkin. Сразу. Bitta сделка ochdik. Demak, hurmatli treyderlar, bugungi videomiz juda ham uzayib ketib qoldi. Ya'ni o'sha breakout haqida aytayotgandim. Ming bor uzr. O'zimga texnik nosozlik bo'lib uzilib qoldi. Demak, mana shu breakout prop kompaniyasida realniy shotga olib o'tib olganingizdan keyin hech qanaqa qoidalarsiz maza qilib ishlatishingiz mumkin. Faqatgina o'sha kunlik va umumiy riskni tugatib qo'ymasangiz bo'ldi. Bitta сделка ochasiz, daromad bo'ldimi, 80% dan 90% gacha yechib olishingiz mumkin. Sraz momentально o'sha kripto kошелегingizga tushadi, bemalol yechib ishlatishingiz mumkin. Ya'ni treyder sifatida har bitta ochgan сделкаңizni daromadini his qila olasiz. Ya'ni 7 kun kutgandan keyin yechasan, 3 kun daromadli сделка ochishing kerak, 3 kun 0,5% dan ko'p daromad qilib berishing kerak. Unaqa hech qanaqasiga qoida yo'q. Prosta ishlash kerak, daromad qilish kerak. Shu xolos. Ya'ni qoidalarga rioya qilish kerak, tamom. Boshqa hech qanaqa qoida yo'q. Kundan kunga olib o'tish, haftadan haftaga olib o'tish сделкani, hattoki bitta сделка bilan butun boshli bitta challenge yakunlab qo'yishingiz mumkin. Bir dona сделка bilan. Demak, hurmatli treyderlar, davom etamiz. Yakunlab qo'yamiz demak ro'yxatimizni. TRX USDT. Bunda ham savdo g'oya yo'q. O'tkazamiz. Uni USDT. Bunda ham savdo g'oyasi yo'q. Ya'ni belgilab qo'ygan zonalarimdan narx o'rtada. Demak, virtual USDT. Virtual USDT da ham bizda virtual bunda analitikasi chiqmabdi. Сделкamiz bor edi. Virtual USDT'da ham e'tibor bersangiz, aynan mana shu joyda paranormal bardan kelgan zonamiz bor. Bu zona mana bu bar bilan zerkalli holat yuzaga keltirgan va proboy model bilan mana bu joyda tasdiqlangan. E'tibor bersangiz, aynan mana shu joyda zonani pastida nakapleni hosil qilib retest bergan. Mana bu joydagi продажный bar mana, ya'ni yuqoriga buzib o'tmoqchi bo'lgan, lekin barcha anaqalar zaявкалар sotib olinganligi sababli narx yana orqaga qaytgan. Demak, bu продажный bar narxni yana orqaga ketishiga sababchi bo'lgan. E'tibor bering, retestdan keyin narx orqaga qaytmoqda. Endi biz zonadan ancha uzoqlashib ketganmiz, kech qoldik. Lekin e'tibor bersak, aynan mana shu joydagi zona отработка qilib bergan, zerkalli zona. Ayni paytda yana mana shu joyda zona bor, tushunarsiz holat, buni o'tkazib yuboramiz. Demak, VIF USDT. VIF USDT da mana e'tibor bersangiz, zona juda ham kuchli. Aynan mana shu joyda zerkalli zona mavjud. Mana zerkalli zona bu bar, paranormal bar, mana bu barning buni ham minimumi, buni maksimumi. Demak, bu joyda zerkalli zona hosil qilgan va impulsiv buzib o'tish yuzaga keltirgan. Juda ham kuchli impulsiv. Bunaqa holatda sell pozitsiyaga, umuman pozitsiyaga kirib bo'lmaydi, chunki e'tibor bering, 4 soatlikda ham 1 soatlikda ham juda ham kuchli impuls yuzaga kelgan. Bunaqa holatda shoshilmaslikni tavsiya qilaman. Va e'tibor bersangiz, barning kunlik atari, ya'ni energiyasi ishlatib bo'lingan. Demak, WLD USDT. Bu parada ham zona mavjud. Bitta bardan tashkil topgan, ya'ni impulsiv harakat bo'lgani uchun kunlik time frame'da orqaga risk qaytgan. Mana bu joyda 4 soatlikda va 1 soatlikda ko'rishimiz mumkin. 5 minutlikka e'tibor beradigan bo'lsak, juda ham chiroyli kirish nuqtalarini beradi. Hurmatli treyderlar, e'tibor bering. Juda ham kuchli mana. LP tepaga ketyapti, impuls yo'q. Mana bu joyda kuchli bosim yuzaga kelgan. Barga nisbatan mana e'tibor bering. Tepaga chiqmoqchi bo'lgan, lekin sotuv davom etmoqda. Asta sekinlik bilan mana zatuhayni hosil qilib proboy amalga oshirgan. Stop loss uchun ideal holat va juda ham kuchli pasayish yuzaga kelgan. Tradingda hurmatli treyderlar sabr qilish kerak-da.
Biroz sabr qilish kerak. Sabr bilan hamma narsa bo'ladi. Demak, mana bunda ham yaxshi holat yuzaga kelmoqda, ya'ni XPL USDT. E'tibor bersangiz, zona haqiqatdan ham juda ham kuchli. Mana bu joyda range, ya'ni raspel holati yuzaga kelgan va pasayish tendensiyasi yuzaga kelmoqda. Bunda ham o'ylab ko'rish kerak, lekin biroz qiyinroq vaziyat savdoni amalga oshirish uchun men uchun. Buni men o'tkazib olgan bo'lib, prosta kutardim buni. Nima bo'larkin deb. XRP da ham nesuda holat. Mana bu joyda flat holat. ZEC. Demak, ZECda ham mana e'tibor bering, kuchli impuls yuqoriga, riskga обратно ortga qaytish. E'tibor bering, mana bu joyda 1 soatlik time frame'da sekinlik bilan mana impulsiv kelganda mana bu joyda asta sekinlik bilan zatuhani hosil qilib, sekin buzib o'tgan. Mana shunday пробойный modelda narxni до konca davom etishiga sababchi bo'ladi. Mana shunaqa holatlarda пробойный model bilan ishlash kerak. O'shanda zo'r bo'ladi. Men uchun eng ideal kirish nuqtalari mana shu holat yuzaga keladi. Demak, hurmatli treyderlar, sizlarga yagona bitta narsani aytib o'taman. Tradingda bu vaqt bilan keladigan muvaffaqiyat, ya'ni ushbu sohada muvaffaqiyat, ya'ni daromadli savdo bitimlari vaqt talab qiladi. Siz savdo bitimini ochgandan keyin kutishga majbursiz. Kim mana shu kutish jarayonidan chiroyli o'tib olsa, trading unga pul olib keladi. Sizlar o'ylaganchalik juda ham bir qiyin soha emas. Juda ham bir qiyin, uddalab bo'lmaydigan darajadagi soha emas. Lekin hurmatli treyderlar, bitta narsani yodda tuting. Ushbu sohaga yangi kirgan vaqtingizda, ushbu sohani asosiy daromad manbai qilib olmaguningizgacha любой motivator aytsa, manaman degan zo'r aytsa, men o'zimni boshimdan o'tganini sizlarga aytaman. Agar tradingdan boshqa daromad manbaingiz bo'lmasa, ushbu sohada ishlay olmaysiz. Hamma aytaveradi, siz davlat ishida ishlayotgan bo'lsangiz, mayli ishlang. Buni oldingizga notebook qo'yib oling. Men aytmayman, davlat ishdan bo'shaganingizdan keyin, ya'ni davlat ishidagi ish vaqtingiz tugagandan keyin bunda ishlang demayman. Unda bo'lmaydi. Bu boshlagan vaqtingizda 24 kerak bo'lsa 24 soat rejimda siz grafik ko'rib o'tirishingiz kerak. Kerak bo'lsa. Har qanaqa ishda shu. Oddiy bitta lavozimdan bitta lavozimga toki rahbarlik lavozimiga chiqquningizgacha ham o'zingizni eslang. Mana agar siz davlat ishida ishlasangiz yoki biror bir korxonada bugungi kunda rahbar lavozimida yoki men boshqaruvchi lavozimda ishlayotgan bo'lsangiz, oddiy eslang, boshlanishida qanaqa ishlagansiz? 24 soat rejimda ishlagansiz. Miyangiz faqat ish bilan band bo'lgan. Lekin vaqt kelib asta sekin muvaffaqiyat pog'onalaridan chiqib borganingizdan keyin ishingiz sizdan ortiqcha vaqt talab qilmay qo'ygan-ku, to'g'rimi? Vaqtida ishingizni qilib qo'yasiz, boshqa payt o'zingizni rivojlantirish uchun vaqtingiz yetarli bo'ladi. Shu sababli ham trading sohasi ham xuddi shunaqa. Tradingda qaysidir o'qituvchini, qaysidir o'quv markazi yoki qanaqadir bir akademiyani komandasiga qo'shilib olib pul topib yuraman, yo'q, unaqa narsa yo'q. Ko'zingizni oching, unaqa narsa yo'q. Juda ko'p loyihalarni qilishga harakat qilib ko'rdim, lekin men o'z ko'zim bilan guvoh bo'ldimki, agar siz qo'shimcha daromad manbaiga ega bo'lmasdan turib, ushbu sohaga 100% o'tib olsangiz, agar bu sohadan stabil daromad qilmayotgan bo'lsangizda, siz qiynalasiz. Umuman hayotingiz izdan chiqib ketib qoladi. Shu sababli ham asosiy daromad manbaingizni stabil qilib olgandan keyin yoki ushbu sohada stabil daromad qilishni boshlagandan keyin asta sekinlik bilan bosqich-bosqich bu sohaga o'ting. Hurmatli treyderlar, sabr qiling, savdolaringizga imkoniyat bering, stop losslaringizga imkoniyat bering, take profitingizga imkoniyat bering. Savdo bitimidan erta ham chiqib ketmang, kech ham chiqib ketmang, vaqtida chiqib keting. Buning uchun albatta sizga algoritm kerak bo'ladi. Hurmatli treyderlar, barchangizga omad, ishlaringizga rivoj, sohaga yangi kirib kelganlarga kuch-quvvat tilayman, sabr-toqat tilayman. Barchangizga omad. Bizni kuzatishda davom eting, qo'llab-quvvatlang, like, kommentariy yozing.
va biz sizlarga qo'shimcha manbalarni, qo'shimcha ma'lumotlarni berishda davom etamiz. Hurmat bilan Phoenix Traders Club jamoasi va men Bahrom Davlatov.